Assalomu alaykum. Aziz umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, ogoh bo'linglar, chunki firibgarlar juda ham ko'payib ketdi. Centrum Holidays nomini sotib, odamni olib boshqa firmaga berayotganlar bor ekan. Ya'ni shaxsan bugun shu yo'nalishda ozgina yig'ilish bo'ldi, hamda biz suhbatlashdik. O'shaning uchun inobatga olib qo'yasizlar. Sizlarga men farqlash yo'llarini aytib beraman. Endi men bu so'zlarni aytib bersam, o'zida bor sharoitlarni gapirib beryapti deb o'ylamanglar, lekin haqiqiy qonuniy ofisda xuddi shunaqangi xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni kesalaring o'zimiz chetda xodimimiz Mahmudjon Ro'zijonov rasmiy operator kutib olamiz. Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Aynan mana shu ofis mana shu litsenziya manziliga kiritilgan Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasidagi filial hisoblanadi. Endi bizda shunaqa imkoniyat bor. Istasalaring 12 ta viloyatdan bank orqali hisob raqamga, istasalaring ofisimizga kelib naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Bunaqa imkoniyat vodiyda faqat bizda bor. Ofisda naqd ko'rinishda to'lovlarni qabul qiladigan imkoniyat faqat bizda bor. Dokumentlarni cheklargacha, kvitansiyalargacha beriladi. Shartnomalar asosida to'lovlar bo'ladi. Endiki o'shaning uchun bizda bugungi videomizda Centrum Holidays ofis narxlari bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, bizda Ramazon oyiga, yanvar, fevral, mart oylariga standart paketlarimiz sharoitlari, narxlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Sharoitlari bir xil bo'ladi. Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha bo'lgan masofadagi gastnitsa. Makka Mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastnitsalarimiz. Xudo xolasa shunaqaki avtobus qatnovida, firmada, misol odam ko'p bo'lgan payt, pik bo'lgan mahallarda bitta xodim qo'yiladi-da, aynan ana shu xodimlarni o'zlari ziyoratchilarni avtobusga chiqarib turadi. Odam ko'p, to'g'ri tushuninglar, oson bo'lmaydi. Undan keyin Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari sizlarga taqdim etiladi. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan malakali 50 boshlarimiz qo'ldan kelgancha sizlarga xizmat qilishadi. Inshaalloh doktor xizmatidan muammo yo'q. Shifokorlarimiz Telegram gruppa bor. Palonxonada bemor bor. Tezroq keling, yo bo'lmasa misol mana shu daqiqada kelsangiz yetadi degan gaplarni yozsa, bemorlarimizni kirib xabar olishadi inshaalloh. Xudo xolasa Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari Qizil dengiz sayohat firma hisobidan Ravza-i Sharifga men oldin bora olmaganman va hozirda Saudiyada turib, xuddi shunaqangi firibgarlarga uchragan ziyoratchilar bizga Telegram orqali telefon qilishyapti. Biz Ravzaga olib kira olmadi, ayollarni Ravzaga olib kira olmayapti. Akalar, o'shaning uchun rasmiy ofislarga nima deydi, pasportlarni topshiringlar. Aldanib qolmanglar, ota-onalarning qiyinchilikda qolgizmanglar. Xuddi shuni singari sharoitlarimiz bo'ladi. Ravza-i Sharifga 100% tashrif bo'ladi. Ramazon oyi kirgandan keyin ziyoratlar, sayohatlar to'xtatiladi. Faqatgina 5 mahal namoz uchun, ibodat uchun boriladi. Inshaalloh Xudo xolasa juda ham chiroyli sharoitlar tashkillashtirilgan siz aziz yurtdoshlarimiz uchun. Bu standart sharoitimizga keladigan bo'lsa, sanalari mana 21-da reysimiz bor edi. Ushbu reysimiz Xudo xolasa to'ldi. 24 Farg'ona Madina, 25 Namangan Jidda, 26 Namangan Jidda, 31 Farg'ona Madina. $995 yanvar oyi uchun reyslarimizni skidkaga qo'yganmiz. Endi bizdan juda ko'pchilik Toshkentdan reys so'raganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni qo'ydik. Xo'p, fevralni 10-sidan keyin Ramazon oyining 1-10 kunligiga o'tasizlar. 18-dan Ramazon oyi kirsa, o'sha 2-10 kunligi boshlanadi. Hadimi 3-fevral, 5-fevral, 7-fevral, 12-fevral, 14-fevral, 17-fevral, 19-fevral Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni barchasini narxini siz aziz obunachilarimiz uchun $975 qilib belgiladik. Xudo xolasa juda ham chiroyli narx. Endi 21-fevral, 24-fevral, 26-fevral, 28-fevral
95 dollardan qilib belgiladik. Toshkent Jidda yo'nalishdagi reyslarimiz. Narxlarimiz bexijolat, sharoitimizga yarasha narxlar chiqqan. Endi Ramazon oyiga Farg'onadan fevral oyiga 3-10 3-dagiga Ramazon oyiga ulgumaysizlar, 10-dagida Ramazon oyiga ulguysizlar 1045 dollardan fevral oyi 17-24 Ramazon oyiga to'liq ulguysizlar 1095 dollardan Farg'ona Jidda. Mart oyiga 3-10 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni 1299 dollardan mart oyida uchganlar Laylatul Qadr kechasini o'tkazib hayit namozini o'qib kelishadi. Bu boshida aytgan standart paketimizda, standart sharoitimizda narxlar edi. Xudo xolasa sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, O'zbekistonning 12 ta viloyatdan Toshkentdan reyslarimiz bo'yicha yokida mana Xudo xolasa komfort paket ma'lumot beramiz. Komfort paketlarimiz bo'yicha ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. Xudo xolasa komfort paketlarimizga keladigan bo'lsa, aziz obunachilar, inshaalloh komfort paketimiz 27 Farg'ona Madina yo'nalishida bir juma Madina, bir juma Makka Mukarramada bo'lasizlar. Inshaalloh aynan ushbu komfort paketimizning narxlariga keladigan bo'lsa, skidka e'lon qilib qo'yganmiz 1050 dollardan. Madina Munavvarada 100 metr, Makka Mukarramada 1,5 kilometr. Madina Munavvarada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqorili tajribaga ega 50 bosh hamrohligi. Ziyoratlari Madinada 10 ga yaqin ziyoratlar, Makkada 10 ga yaqin ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida kechki ziyofat. Toif shahriga 2-marotaba ziyorat qilib, 2-marotaba umra qilish. Makkada Toif bo'lsa, Madina Munavvarada Ravza-i Sharif. Ravza-i Sharifga 2 marotaba tashrif. Xudo xolasa juda ham chiroyli sharoit, juda ham chiroyli narx. 27-yanvar maxsus komfort paketimiz 1050 dollardan. Siz aziz ziyoratchilarimiz, siz aziz yurtdoshlarimiz uchun boshliqlar bilan gaplashib chiroyli narx qilib qo'ydik. Xuddi shunaqangi sharoitlarda albatta bizning kanalimizda kuzatib borasizlar. Va 24 hamda 31-ga Toshkent Madina yo'nalishida xuddi shunaqangi komfort paketlarimiz bo'ladi. Uni narxi 1150 dollardan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, standart hamda komfort paketlarimiz bo'yicha ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar, bizni kuzatishdan to'xtamanglar. Bizda juda ham chiroyli narxlar, chegirmali narxlar, bir umrga tatigulik umra safarlaringda Centrum Holidays ishonchli hamsafar bo'la oladi.